Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi videoda sizlar bilan Uzubi Park o'yinida promo kodni yozib, xullas promo kod ochamiz. Xullas do'stlar, videoga albatta like bosib, obuna bo'lishni unutmanglar. Men bitta joydan rosa qidirdim, har xil ChatGPT, Gemini, har xil anaqalardan. Xullas Gemini'mi farqi yo'q. Qidirdim. Xullas 3 ta promo kod topdim. Uchalarini ham aytib o'taman do'stlar. Xullas albatta videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Xullas mana bu oqqa bosasizlar do'stlar. Mana u yerda turgan mana mana Mr. Gaming deb yozganman-ku YouTube kanalining nomini. Keyin u yerda sozlamalar bor, to'g'rimi? Sozlamalardan keyin u yerda oq anaqa bor. Nima edi nomi? Podarak. O'sha podarakka bosib promo kodga bosasizlar va promo kodda birinchisi bu million deb yozasizlar. Qanday harfda bo'lsa ham million deb yozasizlar. Mana shunaqa qilib ishlatishni bossanglar promo kod ishlatildi deyiladi va pulinglarni avtomatik o'zi kuchaytirib berdi. Menda hozir yana bitta ishlatib ko'ramiz. Xo'p, qanaqasi bor? Yangilanish degani bor edi. Yangilanish mana shunaqasi bor. Okey bosib ishlatishni bossam bunda ham voy, promo kod ishlamas ekan. Bitta ishlatilar ekan faqat. Voy tavba. Unda qaysi edi? Bitta bor edi, shunaqa esimdan chiqib qoldi. Bir balo necha edi? Albatta ko'raylikmi? Bitta joyga yozuvdim-da. Bonus 777 edi. Da. Bonus yozildimi? Mana buni ishlatishga bossak, promo kod ishlamaydi chunki qabullikda. O'shaning uchun do'stlar, endi bitta mashina sotib olamiz o'zimizga. Yo sotib olmas ekanmiz chunki ishlatib bo'ldi chunki. Vahido. Xullas do'stlar, videoga albatta like bosinglar, obuna bo'linglar. Bitta mana shu mashinani tuning qilamizmi? Yana bir marta. Bo'ldi. Ketdik. Bo'la. Tuning. Xo'sh, Uzubi parking. Misol tariqasida buni havo rangi sifatroq qilamiz. Bunlar kulrang qilganmiz ham, normal, strolikini. Hop. Oho. Nasiya. Chiqib, diskalarni mamnun yaxshi. Hop, rang beramizmi? Diskaga. Berib bo'lmaydimi deyman bizlar. Berib bo'lmas ekan. Ben bu oho. Hop, bu oldu proverk. Balan boş. Bunda 02. Orqa chiqish. Bu kirib chiqqanligimi? Bitta chiqaramiz azingcha. Chiqmay turibsan ham. Oy, блядь. Mana bu nima ekan? Balonni kengligimi?
Mana shunaqa yetadi. Atak yomon emas. Ha, ishirgani yaxshi, deb kuchaygan. Mana shu yaxshi. Voy. Ha, 1-0. Nechi qildik do'stlar? 0-0 mi? Oldi chiqishi 0-0 ekan. Orqa kengligini, oldi kengligi. Aha. Okey. Ablusovkasi yo'q ekan. Ablusovka kirdik. Hop, nomer. Tegibdi zo'r. Sochingizni qo'yish kerak. Mana Baş yaxshi ko'rsatdi. Faralari chiqmaydi. Yo'q, faralari. Hop, mana bu ham chiqmaydi. Nomerni men xayolimga qo'ydim. Hop. Buni 0-1 qilamiz. O'zi 0-1 mi? 0-1 ekan o'zi. Yo'q, 0-1 emas edi. Men bu shaxsiy nomerda voy o'tib ketdim zadan. Mana bo'ldi. Bitti. Güzel. Mana Z777 ZZZ. Royli nomer. Mana bu yaxshi. Bu yaxshi lekin menimcha. Bo'ldi, mana Matissamiz tayyor do'stlar. Yana bitta haydab ko'ramiz. Hozir endi bitta haydab ko'ramiz mashinani. Hop. Ertalabki kunduzgi xaritada. Do'stlar, boyagi 3 ta kodda yozsangiz o'zi avtomatik sizlarda chiqadi. Men qildim, ishlatdim va menga tegdi foydasi. Chunki meni pulim az kamroq edi, pulimni juda ko'paytirib berdi. Yana bilmadim. Men hali promo kod hali uncha yaxshi bilmayman. Bilasizlar do'stlar, like bosib qo'yishni unutmanglar. Qarang, mana bizda tuning mashina. Wow. Sal chiqarib yuboraman, atak sal kirgizib qo'yaman. Chiqib ketsak, balandroq mayli. Zo'r. Atak. Mana bu mashina so'zlamalariga to'g'ri qo'ysak. Mana. Do'stlar, mazza haydurasizlar. Nomerni qaranglar, kelar, eng qimmat nomerlardan biri. Matizjon, hali Lasettilarni olamiz, xudo xolasa unga men nomer talab qo'ydim, 260 lar qilamiz, xudo xolasa unga. Chunki o'zimga yoqadi nomer. Menga yoqadigan nomerlar ko'pincha 260. Kim nomer desanglar, 3 kim nomer просто o'zimga yoqadi o'shalar. Keyin mana bu 777 04 o'sha nomerlar yoqadi. Xullas, do'stlar, videoga like bosib obuna bo'lib qo'yishni. Xayr.